ishlaringizga, shu pochcham bilan qo'sha qarib yuring, farzandlaringiz rohatini ko'rib, martabangiz bundan-da ulug' bo'lib, umrida, hajlida birga Alloh xoldida birga duolar qilish nasib ro'za aylasin. Shunchalik men mushkulimni oson qildi, shunchalik menga kecha o'ylab begona odam bo'ldi, oddiy patsiyent-ku derdi. Yo'q, siz unaqa tashab qo'ymadingiz. Shahnoz opa, sizga nima desam bo'ladi? Qanaqa rahmat etishni ham bilmaymiz xo'jayinim ikkalamiz. Xo'jayinim ham kecha aytdilar, borib aytgan, shunchalik ko'nglingni xotirjam qildilar. O'sha yerdan to shu yerdan chiqqunimcha o'zimda emas edim, hig'ichin javob chiqquncha xo'jayinim ham yig'ladilar. Rahmatimizni aytib qo'ygan. Nima yordam kerak bo'lsa, nima anaqa kerak bo'lsa turib beramiz deb shunaqa dedilar. Duo qilishda to'xtamayman sizni ham, farzandlaringizga bosh bo'ling iloyim. Ota-onangiz rohatingizni ko'rsin. Aytganimdek, Alloh uyiga borish nasib qilsa, hammamizga birgalikda o'sha yerda tasodifdan ko'rishib qolaylik. Shahnoz opa, mana shunga siz sababchi bo'luvdingiz. Esingizlarmi? Duolar qilaylik birga, qo'limizni ochib inshaalloh. Mendan qaytmasa, Allohdan sizga ajr mukofoti qaytsin iloyim. Shuni duo qilaman sizga.